Assalomu alaykum do'stlar. Islom tarixida ilk bor qurilgan Qubo masjidiga qarab yo'l oldim. Inshaalloh qo'ldan kelgancha ma'lumot berishga harakat qilaman. Video manfaatli bo'ladi, kuzatib boring. Mana shu avtobuslar hammasi Quboga ketyapti. Ziyoratchilar olib ketyapti. Men bo'lsa piyoda ketyapman. Soyada o'tirsam, formalar soyasida egasi kelib qoldi. Sekin turib ketyapsam, turma deydi, o'tir deydi, dam ol deydi. Qubo masjidimi bu desam, ha, Qubo masjidi deyapti. Mana ko'rindi minoralari, inshaalloh kam qoldi. Do'stlar, men bu yerdan o'tib ketayotgandim. Hozir men bu yonimda xurmo bog'i bor. Xurmo bog'ida bitta daraxt ko'rib qoldim. Bu anormi bu? Men anor deb o'yladim. Madinada anor pishadimi? Biladiganlar yozib qo'yinglar kommentga. U tovuqlar ham bor ekan men bu yerda. Mashaalloh. Do'stlar, mana o'sha masjid, Qubo masjidi. Buni juda ko'pchilik musulmonlar biladi. Islom tarixida birinchi bor qurilgan masjid. Bu albatta kengaytirilib, rekonstruksiyalar bo'lgan. Boshda qurilganda bunaqa holatda bo'lmagan. Payg'ambarimiz milodiy 622-yilda Makka dan Madinaga hijrat qilganlarida mana shu joyda bir necha kun to'xtagan. Keyin mana shu joyda masjid qurilishiga asos solgan. Masjid qurilishida o'zlari ham ishtirok etgan payg'ambarimizda. Hadisda aytiladiki, kim tahorat olib mana shu Qubo masjidida 2 rakat namoz o'qisa, umra qilganni savobi beriladi deydi. Mashaalloh. Qarang, qancha savob bor-a? Atiga 2 rakat namoz o'qiganimizga butun bosh umrani savobini berib ekan. Mashaalloh, tabarakalloh. Hozir Ramazon oyi bo'lgani uchun butun dunyoni yer yuzidan musulmonlar kelgan. Juda ham ko'p musulmonlar. Mashaalloh. Mana o'zingizga guvoh bo'lishingiz mumkin. Mana bu katakchalar, oyoq kiyim qo'yiladigan joy. 935. Eslab qolamiz. Ketdik. Bismillahirrohmanirrohim. O'rtasi ochiq ekan, hovli ekan. Lekin mato tortib soya qilib qo'yibdi. Asosiy masjid qismiga kiramiz hozir. Mashaalloh. Tabarakalloh. Qanday go'zal. Bugun Qubo masjidiga bo'lgan sayohatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ertaga inshaalloh boshqa joylarni ham ziyorat qilamiz. Bizni videolarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin.